Assalomu alaykum. Haqiqiy darbadar kimligini bilasizmi? Bugun o'sha darbadarlar haqida gaplashamiz. Haqiqiy darbadar dunyoda adashib yurgan bir odam emas. Haqiqiy darbadar qabrda va kafanda yotgan odamdir. Agar insofimiz bo'lsa aytamizki, evohlar bo'lsin bizga. Nega? Chunki safarimiz olis, uzoq, lekin u safar uchun to'plaganimiz ozuqa va zaxiralarimiz juda ham oz. Quvvatlarimiz bizni sekin asta tark etadi. O'lim orqamizdan quvib yetadi, quvib keladi, yetadi, bizni ushlaydi. Gunohlarimiz behisob. O qadar behisobki, hatto ularni ayrimlarini unutganmiz. Ammo Alloh barcha yashirib, berkitib, oshkor qilgan gunohlarimizni hammasini biladi va unutmaydi. Va Alloh bizga nisbatan ne qadar sabrli. Doim gunoh qilamiz. Alloh gunohlarimizni yashiradi. Bizni sharmanda qilmaydi. Qo'rqmay gunoh qilamiz, qo'rqmay yashaymiz. Va tavba qilmaymiz. Gunohlarimiz uchun yig'lamaymiz. Holimizdan uyalmaymiz. Hammamiz ham yopiq eshiklar ortida yashirin gunohlar qilgan odamlarmiz. Garchi u yerda ham Robbimizning sergak nazari ostida edik. Bilib bilmay qilgan qancha gunohlarimiz amal daftarimizga hozir farishtalar tomonidan yozib borildi. Bu xatolar yuragimizda chuqur qayg'u va nadomatlar qoldirdi. Va aytamizki, tinch qo'ying. Yig'lab olish uchun